Assalomu alaykum jigarlar. Bugun sizlar bilan yana bitta yangi o'yinni boshlaymiz. Bu o'yin Chip Car Repair. Chip Car Repair demo versiyasida bu o'yinni sketchat qildim. Xullas biz Polshada bitta qishloqda bo'lamiz. Hozir kartani ochadimi yo'qmi? Yo'q. Bilmadim. Xullas qishloq. Uylar mana har xil ko'ryapsizlar. Menda garaj bo'ladi. Mashinani remont qilib, mana o'sha klient ham kelgan bitta. O'zimning mashinam ham bo'ladi. Buni ham remont qilishim kerak bo'ladi. В принципе, plus nima? Plusi iliji farqi. Boshqa shunga o'xshagan o'yinlardan. Bu yerda misol uchun mana mashinani ko'ryapsizlar. Hamma rjavchinlarni tozalash kerak, bo'yash kerak. Buni tozalamasdan bo'yab olsa ham bo'ladi. Определенный qismda tozalash kerak, xullas. Chala ishni bitirib tashlab berib yuborsangiz ham o'tib ketaveradigan ana vaziyat. O'shanisi bilan o'yin qiziqroq bo'ladi. Xullas hozir boshlaymiz. O'zingizlar ko'rasizlar yog'iga. Принять mana. Mashinani tozalash kerak bo'ladi, polny. No dobra, pora pozbyć się jedynej rudej, która leci na autoserka. Gdzie ja dałem tę szlifierkę? Polirovka qilish kerak bo'ladi buni. Bo'lmasa qo'limizga shlifavalli mashinani olamiz, sekin boshlaymiz. O'tirib olib, yukkala olib. Qiziq o'yin, lekin juda ham sizlar bilan endi ko'nglim. Men bor o'yinni misol uchun kontentini 100% hisoblaydigan bo'lsak, 5-10% kontentini plus minus ko'rib tushunib oldim men. Onsoroq bo'lish uchun o'ynash, chunki tushunmay qoladigan momentlarim bo'ladi. O'tiraman. Men nima qilmoqchiman? Misol uchun to'g'risini aytaman, videorolik montaj qilib o'tirmayman qo'pam, shunday zapis qilaman, tayyor. Shunday srazu YouTube'ga yuklayman. Tam yarim soat, 40 minut, 1 soat qilib turib seriyaga bo'lib montaj qilish to'g'risi juda ham bosh sog'itadigan narsa, o'shanga erinib shunaqa qilaman. Lekin o'yin sal tushunib oldim. Momentlarda mutli yo'q, to'xtab qolmaydi. Tak. Что-то aytaman sizlar biz magnitofon yoqish kerak, muzikani yoqyapti. Bo'ladi, sal past qilish kerak. Bo'ladi. Normal. Plus muzikalarni bemalol qo'yib qo'yib ishlasa bo'ladi. Так, началосiga трудно. Bo'ldi, в принципе, mana. Chala bo'yapti orqadan, lekin уже вроде нормальный deyapti. Kraskani olamiz, bo'lmasa bo'yimiz. Kattalashtirib olamiz. Plus muzikalarda avtorskiy prava yo'q. Yo искусственный интеллект yasalgan yoki уже просто eski muzikalar bo'lgani uchun avtorskiy prava so'ramaydi. Hozir nechadir yildan keyin shunaqa bo'ladi, muzikalarda avtorskiy prava yo'q qoladi avtomatik. Shuni hisobiga bemalol muzikani qo'yib qo'yib o'ynasa bo'ladi. Хватит deydi. Хватит bo'lsa хватит bo'ldi. Kraska qaytanga ekonom bo'ladi. Yetadi dot. Ayshi chala bo'lib ketdi-yu. Onasini emsin, menga hozir men bunaqa qilmasdim lekin. Tak, bolgarkani olamiz. Nasatkani almashtiramiz. Tosh olib qo'ydik. Yo'qmasin. Bunisi o'sha bo'yagan joylarimizni tayyorlab qilamiz. Endi типа sekin normal, tez ish kerak bo'ladi. Позвони клиенту, бля, вообще ish qilganim yo'q. Onasini emisini. Qani? So, okey, Sebastian, bo'tdan Sebastian bo'ltesiz. Tomoqlarni qurib ketyapti. Yoz, suv nima qilamiz? Muzli suv bilan yashiramiz. $30.
ichib olib remont qilsa yana bonus qo'shar ekan и bonusda xaltoru ish chala qilingani uchun ham bonus qo'shar ekan. O'yinni o'zi Oj, bizani ish zajebiście. chala qilishga Odcięli undayapti. Czyli jednak nie blefowali z tym Tak, wezwaniem do svet o'chib zapłaty. qoldi. Svetni qo'shninikidan tortib olishimiz kerak ekan. Ketdi bo'lmasa. Yog'ochlarni olib tashlaymiz bitta-bitta. Bo'ldi, ketdi. Mana shit. Czujesz, Tak, Janusz? oczami Tak zary, pachnie Simlarni darmowy pro. ketma-ketlikda. Tak, yashil, qizil, sariq, ko'k. Aha. Yashil, qizil, sariq. Elegancko, żeby tylko sąsiad się nie kapał. Bo'ldi. Svet keldi. Tak, bitta mashina yes. O, qo'shnidan svet chopib chiqqanimizga bizga 20 ta pul berdi. Tak, endi nima? Parapledi, o'zimizning mashinani sal to'g'irlashimiz kerak ekan. Bolgarkani toshini qo'yamiz. Pofga tursin. Mana bu eshik. Yo'q, mana bu eshik bor. Mashdan chiqamiz. Mashina taqib olaylik sirasi diskasini. Yerda yotibdi. Shigurkani boshlaymiz. Tozalab, hammalarni chiroyli qilib. Chunki klientni mashinasi emas, o'zimizning mashinamiz. Hatto minus bor, bu yerda o'zimizning mashinani qilmayapmiz. Misol uchun mana hozir vaqtim ketyapti bunga. Mana buni shlifovali mashinani to'sha расход bitsa qilinadi, скорее всего. Shunaqa edi lekin da точно. Unga lekin bizga hech kim pul bermaydi, lekin hatto bizni hozir tipa zadание bajaramiz, balki zadание bajarayotgan bo'lganimiz uchun ham beradi bir qism. Кто его знает? Ani hozir ko'raylik, ko'ramiz. Bunaqa gaplar. O'zi ushbu o'yin to'g'risida fikringlar qanaqa? Shunaqa tematikadagi o'yinlar yoqadimi, yo'qmi? Sizlarga kommentariyada sizlar yozib qoldiringlar. Hammasini menga juda ham qiziq. Men buni o'qiyman. O'yinlar ko'p. Bitta o'yinga yopishib qolish niyati yo'q. Har xil o'yinlarni streamda ko'raman. Как stream записывать ko'raman har xil o'yinlarni. Stream qilish niyatim bor. Stream qilish uchun birinchi o'tirib подписчик yig'ishim kerak. Mana hozir 50 tadan kam подписчик. Streamga minimum 50 ta bo'lishi kerak подписчик. Скорее всего 50 tadan oshib olsa, streamni ham qilsam kerak. Endi stream uchun ham уже auditoriya bo'lishi kerak. Определенное количество. Bilmayman, ana balandroq yozilish niyatim yo'q, хотя бы там 1000 tami. Bilay, balgargan toshsindi. Yetdimi, расход o'tsa qilar ekan. Ale dziadostwo. Kiedyś to człowiek jedną tarczą setkę katalizatorów upierdolił. A teraz co? Jednorazów. Tort berolmayapti yaxshi o'yinni. No, bu bizga qarshi etmaydi, to'g'rimi? O'ynalyaptimi, o'ynaveramiz, bo'ldi. Muammo yo'q. Tak, żawczyno, yana ozgina. Mana narsalarni olib tashlasak. Нормально. Bolgarkani ishga qo'yamiz. Mana buni ham olamiz. Bo'ldi. Bizga qizil kraskachi tashqarida bo'lishi kerak shu. Naqdi. Mana yana ham olaylik. Ko'proq. Tinni chiqyapti kraska. Bilinadi-yu, xafaligi bo'ladi o'zimizga. Tем более qishloqda kim nima deydi bu mashinaga.
cho'tga ish qilib kraska yetib bersa bo'ldi. Voy. Kraska qolmayapti. Yetdimi, kraska yetib bersa bo'ldi deb. Tomog'apti ozgina. Tak. Kraska qilib bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bu kraska qolmadi. Bamperni sirasi taqib boramiz. И ko'chada viviskani to'g'irlash kerak. U ham kraska kerak bo'ladi. Как раз mana mashina olsa. Bilet, adashib o'tiryapman boydan mana borib. Kalinka o'ynab olganman уже, bilet. Tak, buni bu yoqqa qo'yib turamiz. Mana. Mana buni qo'yish kerak. Reklama. Давай, bering. Tak, endi masтерскоy nomini jigarlar. Nima qo'ysak bo'ladi? Ha. To'g'ri yozilmi? Shunaqa yozilamiz. Ish qilib hozirchalik shunaqa qilib turamiz. Sizlar kommentariyada aytinglar, qanaqa nom qo'ysa bo'ladi bu yerga, qanaqa nom ko'proq to'g'ri keladi va chiroyliroqsini orasidan tanlab olamiz yoki ko'proq like yig'ganini tanlab olamiz orasidan. Chayqatamiz, kraska yetish kerak. Chiroyli bo'lish kerak. Normalniy mana. Bo'ldi, ketdi. Tayyor. Bitta mashinani chiqarib oldik, tablichkani yasab qo'ydik. Bo'ldi. Biz zaвершен. Прикладная, короче. Mana endi zakaz keldi. Angelika. O, Angelika. Angelika. Nima qo'ygan? Rich. Boy qiz ekan bu. Benzin quyish kerak, tormoznoy жидкость quyish kerak ozgina. Akkumulyator almashtirish kerak и shina. Задний левый deyaptimi? Nima tushunmadim to'g'risi. Ish qilib shu. Qani ko'ringlar. Скорее всего, birinchi shinadan boshlaymiz. Задний левый bo'lsa mana shu bo'ladi-da. Ko'taramiz. Ключ olamiz. И так. Boltlarni yechamiz bitta. Ключ tashlab turamiz bu yerga. Mana bitta pakrishga bordim как раз. Manda ключ qo'limda. Davom bilan ishimiz bityapti, короче. Bo'ldi. Mashina o'zimizdan mashinaga taqib olaylik. To'g'ri kelishi kerak. Mini Fiat ekanmi? Bo'ldi mana. Есть. Так, аккумулятор. Bunga ham ключ kerak. İkincisi ключ tashlab turamiz. Akkumulyatorni yechib, mana shu yashiga solib. Tak. Ha bilan. Nimaga mashina reja turibdi? Anaqani olmadim. Domkrat olmadimmi? Domkrat chiqmasa tursin. Mana shuni teyda prям. Akkumulyator o'zimizda bor ekan. O'tiramiz.
Tashakkurchi. Tak, endi nima? Ha, boya aytdim, PV'chisi aytmadimmi? Esimda yo'q to'g'risi. Короче, PV'chi chiqsa bonus berar ekan. Ochamiz. Buni krishkani тормозной жидкость bu, скорее всего. Да. Bo'lsa sanga bo'lsin, olog'a maza qilib bo'ldi. Mana jidkislarni-chi, ashcha qo'yinglar hammasini. Ha, buni olamiz. Ya qo'yamiz. Ha, bo'ldi, boshlandi. Ximiya boshlandi. Benzin. 2,5 litr benzin. И 2,5 litr suv получается. Bo'ldi. Olamiz, benzinni quyib yuboramiz. Mazza onasi. 85, 84, 83, 82, 81. Voy onasini emsin. Hisoblandimi? Daley. So. Tak, buni yechish kerak. Patrz 2 godziny. Drzwi ledwo otworzył, ale nie ma tęgiej miny. Ty mi stary tu nie pierdol, wiem gdzie je zgubiłem. Zaraz zęby będziesz zbierał, dłużej nie wytrzymiesz. Открутить, чтобы легче было добираться до двигателя. Powiesiłem sobie na Mayli. szyję, żeby nie zapomnieć. Yechish kerak bo'lsa yechib yuboramiz. Ya hayronman nimaga unaqa qilyapti. Так, пассатижи. Пассатижи bizga kerak. Tushib ketgan. Filtr olamiz. Ha, yopamiz buni. Пассатижи kerak. Filtr cho'p qoldi, короче. Так, S. Bo'ldi. Yaqinlashtirib qilmasa hech o'tirash inoqli yo'q. Yo'q bo'ldi. Короче, filtrni qo'ydim filtrni. Ha, tushib ketibdi filtr. Mana shu tursin filtr. Yaxshi deb olamayapti bo'ldi. Так. Все, что ли? Bo'ldi, yopamiz. Bo'ldimi? To'xta. Bila, yaxshi esingga tushdi. Wow. Qanaqa? Красиво. Ichkari. Mana. Qani pivo. Еще пиво. Mana pivo. Tashlolmoqchiman, pastga o'sha. Ona endi. Bo'ldi, короче, пофиг. Chalamiz mana shu narsalar. Все. Так, $50. Voy, ichib ishlaganimizga $11 berdi. Xalturaga $11. 50 dan shunda 72, $22 takka kelyapti. Kayfmi? Saqlaninglarda sal qotar ekan. O'zi itak shunda qo'tyapti o'yin, mayli. Christopher Kingman. Yuvish kerak. Shpaglovka surib, uni tozalab,
motorni emasdan to'kib boshqatdan qo'yib topливный filtr generator almashtirish kerak. Bo'pti, pofik. Eng qiyin mashinalarda shu bo'lsa kerak. Как будто joy kamdek mashinada. Alo. Aka zapis qilyapman hali ham. Nima gap? Voy, endi hozir yarim soatdan keyin olib boraman. Bo'ldi. Mayli, shunaqa. O'yin bilan hayotdagi yana dunyoviy ishlar nari ketish kerak emas, to'g'rimi? To'g'ri. O'zimga gapiryapman. Ish tomiga chiqib yurdik, uni nimaga qisqirtagan ish. Bo'ldi, normalniy. Shpatilla olamiz. Tajriba qilishibdami? Hop, qani ketdi. Qo'y. Qani yana tomda bor ekan. Birazgina olaylik. Qani yopdim hammasini o'zi. Ha, voy mana bor ekan. Bo'ldi. Sotolamiz shpagifni hammasini. To'g'risi normalniy. Shotkani olamiz. Tozalaymiz tez. Tozalaymiz. Bilet. O'yin o'zi yetyapti. Bora xaltura qilgan deb men normalniy ishlayman, chestni ishlayman. Halol pul topmoqni harakat qilyapman, bilet. Bagajni ochamiz, ключ. Mana ключ. Tak, buni yechamiz. Qani? Nima? Yaxshi, zapchastni. Bilet nima o'tiraman? Как ни странно, uy ichida bor ekan bu zapchast. Nima u topливный filtrmi bu? Ketdi, mana shuni qo'yib olamiz. Sal yaxshiroq ekan bu. Ikkinchisi. Tak, endi nima? Tak, bu yoqqa. Bizga ключ kerak bo'ladi yana.
generatorni yechib olamiz. Generatorni ham solib qo'yamiz mana shu yerga. Mashinani bo'yamadik hali. Generator menimcha qo'shni uydan chopib chiqarganmiz. Voy, buni uyda. Voy, qotib qoldi. Voy, voy, kraskele, короче. Bitta kirganda hamma narsasini olib chiqib ketaylik. Shuncha narsa yozibdi. Kerak emas bu odamga ba'zi. Ja pierdolę. Nimadir kekarar ekan, o'sirar ekan, nimadir qilar ekan. Bo'ldi mana. Hozir anu generatorchi oxirida olamiz. Ja pierdolę. Yarmidan kam ekan, nima kerak bo'ladi. Ja pierdolę. Nima baqir yotibdi. Hey, o'nayni taq. Bu bizani mashinaga to'g'ri keladigan. Tak, bunda turamiz. Hoppa. Voy bile. Вообще uchib ketib qoldi. Bo'ldi. Przyjdzie jeszcze pola na zwiedzanie wsi, ale najpierw muszę postawić warsztat na nogi. Personaj o'zi aytyapti. Aytyapti. Ani qo'shnini uyida bor deyapti. Bilaman qo'shnini uyida borligini. Hamma narsasini olib chiqish kerak emas kirgandan keyin. Kim nima deydi? Mana qilgan. Filtrni. Oh! Aha. Filtr olib chiqamiz. Nimasi bor yana? Maslinniy filtr bor ekan. Воздушный filtr, maslinniy filtr, maslinniy filtrni ham. Buyaq qo'yamiz. Lekin mana наконец-то. Generator olib sразу suni qilamiz. Qani, opa. Kulib olamiz. Раз, два, три, четыре. Все. Так, bunisini mana kichkina pipetkani Başımızda iyi remen. Endi nima bo'pti? Aha, buni slit qilish kerak. Kerakcha hammasini slit qilish kerak. Qani? Slay. Slay и заправ. Motorni emasda полностью ko'rib boshqa qilish kerak ekan. Bo'ldi, yopamiz. Buni ochamiz. Mana ekan. Motorning maslar. 5 litrmi? Как раз вот ham 5 litr ekan. Хотя бы желтым отмеченные должны быть. Ну, желтый bo'ldi ekan. Bo'ldi. Желтый. Все, bo'yab o'tirmaymiz. Kerak emas. O'zi bo'yab oladi, короче, xolisi.
Клиент заметил твою халтуру. Минус 20. Пофиг. Oila olmasa. Hammasi normalniy. В принципе, hammasi cho'tki. Xullas jigarlar 3 ta mashinani bugun chiqarib oldik, remont qilib oldik. Endi birinchi seriya tugadi. Qolganini keyin davom ettiramiz. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like, komment yozasizlar. O'shanga qarab turib, sizlarning adachlarga qarab turib, men keyingi rolikni yana tezlashtiraman bu kuni. Sog'likka charchamanglar, kuninglar yaxshi o'tsin.